Manam ayolman-ku, manam bir vaqt o'zida. Tozalikka. Ovqat mazali bo'lishiga. O'zimni go'zalligimga. Bolalarni tarbiyasiga ulgurishim kerak. Abid mahalam bo'ldi. Endi bolalarni ovqatlantirish kerak. Yemiyman, ovqatdan g'alati hid kelyapti. Sizda ham bunday muammo bo'lmasligi uchun avvalo idish yuvish vositasini to'g'ri tanlashingiz juda muhim. Noto'g'ri tanlov esa oshiqcha muammo va noqulayliklar olib keladi. Shu bois ishonchli, sifatli mahsulotlarni tanlash zarur. Delfin mahsulotlari sinovdan o'tgan, o'zini isbotlagan idishlarni mukammal tozalaydi, dog' hid qoldirmaydi. Ura, bolajonlarim uxlashdi. Maroqli dam olishlari uchun menga delfin kir yuvish vositalari katta yordam beradi. Bu orqali bolajoningiz allergiya bo'lmaydi, xushbo'y hidlar orasida mazza qilib maroqli dam oladi. Barchangizga delfinni tavsiya qilaman.